أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli qarindoshlar biz bugun sura Al-Imron'ninki 27-oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda Allah subhanahu va taala bütün mülk, huquq, imkoniyat o'zining ilkida ekanligi buni bandalari orasida xohlagan kishiga berib xalagan kişiden alıdığanlıqı, xalagan kişini xar qilib, xalagan kişini aziz qildiğanlıqı, yani Allah'ın qudretinin imkanı, Allah'ın qudretinin sebeplerinin üstünde ekanligini bizga o'tirib qo'ygandi. Shuningga dünya qonuniyatlaridagi va hayotdagi vujudda ko'riladigan delil paket alametlerinden ikki meseleni misal sübtide bu ayette oturup koyup davadıdı. Estaizu billah. Tulicul leyle fin nehari ve tulicul nehara fil leyl ve tuhricul hayye minel meyyit ve tuhricul meyyite minel hayy ve terzuku men teşâ bi gayri hisab. Mezmunga kirişten ilgili avval ayetini bir tercüme kılıp deyli. Yani Allah subhanahu wa ta'alaga ilgirki ayette Peygamber aleyhisselam'ın tiliyle hitap turup kılıngan bir dua şekildeki mezmun Ey Muhammed Kulillahumma malikel mulke tu'til mulke men teşâ'nın ahirisi. Siz şunda den ki ey Allah özre bütün mülkünün igisi. Mülk ne? Xalagan kişiге birila, xalagan kişiden alala. Xalagan kişini aziz qılala, xalagan kişini xar qılala. Yaxşılıq sizning iliklərdə, sizning qollarda. Özre hemmege qadir, hemme işe qadir dep bulup davamı. Sizler keçini kündüzgü kiriştirula. Yani kirgizula. Kündüzni keçigi kirgizula. Ve tirikni ülükten çıkarıla. Ülükni tirikten çıkarıla. Xalagan kişiге hesapsız rızık verila. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet arkalık şunda demekçi ki sizler köz aldığınlarda hemminla körevatkan bir mesele var. Gece gündüz meselesi ve hayatlık mamatlık meselesi. Ölüm ve hayatlık meselesi. Bilimiz gece gündüz meselesi Allah'ınki acayip kudret paketlerinden birisi. Keçi gündüzün qaysi noktasını bekrak bizge ifadaladı Allah subhanahu wa ta'ala. Keçini gündüzge kirgizüş, gündüzni keçiga kirgizüş. Bilimiz qarindoshlar, keçinin yoki gündüzning muayyan vaqti yo'q. Kecha ancha soat, gündüz mancha soat deydigan muqim vaqti yo'q. Ba'zida gündüz uzraydi, kecha qisqaraydi. Ba'zida kecha qisqaraydi, kecha uzraydi, gündüz qisqaraydi. Hatta o'tirdagi farq 5-6 soatlargacha bo'ladi. Bir zamanlar kelib kecha 7 saat olsa, yine bir zamanlar gelse 12-13 saat kadar uzraydigan ahval oldu. Eğer tuyuqsiz bugün kecha 6 saat müşahazırlık yaşavatgan günümüzde değil, әтсі şaqqıda 2-3 saat uzrayıp kalsa, bizge nispeten bek bir tuyuqsizlik buluşu, nurgun turmuş adet işlerimizdenki, urullaştırılışımızdenki qalaymakam bop ketişi naiti iniq. Ama bu iş onda şekilde yüz vermeydi. Biz his qilmog'idek derecede yüz berdi. His qilmog'idek derecede yüz berdi. Yani minut, sekundlab, hatta sekundning ichidagi vaqtni parchalab şu şekilde yüz berishi mumkin. Xuddi soatning strelkasiga o'xshash. Soatda 3 strelka bo'ldi, hamma bilan bilamiz. Sekund, minut, soat strelkasidir. Saat istirilkisininki yötkelgenlikini biz farq etmeyiz. Qarab o'tqasak yötkelmeydigandek. Lekin ma'lum vaqtdan keyin qarasak, u qanday qiladi? Yötkiladi. Bu ahvol, bu xil shakldagi harakat nizomi, harakat sistemasi koinotdagi har şeyde mavjud. Madalaqi kechalarni kunduzni misol qildi. Keynidillah hayot mamatlikni misol qildi. Hayatlıkni, mamatlıkni, hayatlıkni için çıkırdıqalık. Bu ikisi münasibetlik birisi-birisiga. Ortak bir hareket kanuniyeti var hemmizde. Keçi gündüzdümüş şu. İnsan
ösümlük, hayvanatlar, bularning hammasidagi üsüş, yetilish qoidasining hammasi bayatın qoidalar aynı o'xshash bir qoida. İkisi o'rtaqlikka ega. Masalan, kichik bola desak, bir dada o'zining bolasining tug'ilgan vaqtidan tortib ko'z oldida cho'ng bo'lsa, uning hech qachon farqliq o'zgarganini, farqliq o'sganini farq etolmaydi. Balkim kunligi har kunisi 1 millimetr yug'inishi mumkin. Bu 1 millimetr mi 24 soatninki her sekundlarga taqalgan bir şekilde yug'inishi mumkin. Qanaqdir soat 12'de balam 2 santim yug'inaydi, 1 santim yug'inaydi demaydi hech kim. Yoki haftaning palani kunisi balam yug'inadi demaydi. Ya'ni qarab o'tsa hatta 30 yildimi balaning chiroyining o'zgarganligini dadi farq etmaydi. Bu bir o'zgarish var. Masalan, to'y qilganlar deyli, 20 yoshida to'y qilgan ayol 20 yildan keyin balkim birisi-birisining ko'zida agar ayrilmay yashasa, to'y qilgan kunidagi chiroyi bilan yashaydi. Hech farq etmaydi. Uning 20 yillik o'zgarishni farq etmaydi. Chunki bu yerdagi o'zgarish tuyuqsizlam yuz bermaydi. Asta. Bu o'zgarish hatto do'qib aytganki, kunligi 1 millimetr o'zgarish şu bir 24 soatdagi her sekundga taqsimlangan bunda bir shaklda o'zgaradi bu ahvol. Am bu xil shaklda bir harakatning davom qilishi dunyoda bu inson bundan ojiz qiladigan bir ajoyib bir ahvol. Insonda bo'lsa inson kichik bolani misol qildik-ku boya. Dada onunğa ömür boyu qarab o'tsa balkim 20 yilgacha bolasidan hech o'skin yo'g'inolmaydi. Bu balaning o'sish jarayoni nima degandek, ya haftaning bir kunisi shaqqa o'sadigan yoki ma hafta o'ng qo'li, yana bir hafta so'l qo'li o'sadigan, bunda ahvol emas. O'sish deganimdek 24 soatning har sekundiga tarqalgan va badandagi o'sha balaning badanidagi butun a'zoga tekshir taqtilgan. Har a'zo o'ziga mos shaklda tang yo'naydi. Shundaymiz-ku, 20 yil ichida balasidagi o'zgarishni farq etmaganda da agar 2 oy arilib ketsa yoki 5-6 oy arilib ketsa, baladagi ma'lum o'zgarishlarni farqli his qila oladi. Bu ahvol o'simlikdimi shu va boshqa hayvonlardimi shu? Bir o'simlikni biz bir tekshtakka o'stirib yoki etizdagi o'simlikka kunlab qarab o'tdasak yo'qolganini farq etolmaymiz. Ama bunu neç gün kömek görsek biraz özgünlüğü, neç santir özgünlüğü an fark eterleyimiz. Bu xil şekildeki kanuniyet ma ayette bizge qanaqlatıdı, ifadelanılatıdı. Ondan başka yeni bir misal alsak, mesela Sünniye Emrad'ın İstanbul'daki büyük bir çoğun şehrini, yoki yer şehrini bir resimga tortdi deyli, yuqori iniqlikda, yuqori seviyede resimga tortdi deyli. Bu resimni en kichik holatda ko'rsak, balkim yer shari bir top holatda ko'rinadi. Biraz yo'nalsak İstanbul bir şehir, bir çikit, bir nokta şekilde görünüş mümkün. Yo'nalsak azroq bir xaritasimon holatida görünüş mümkün. Texmi yo'nalsak ko'rinarli farqli görünüş. Undan keyin texmi yo'nalsak ko'chalari, yo'l asosiy yo'llari bu shaklda bizga ko'rinadi asosda. Mana bu mualaqi bir xil yuqoridagi prinsipninki bir ko'rinishi mumkin. Demak, bu yerdagi Alloh subhanahu va taolaninki Tulicul leyla fil nahar ve tulicul nahara fil leyl degan oyati bizning diqqatimizni shu nuqtaga tortmoqchi. Ajoyib bir o'rinlashtirilishqa. Kecha kunduzning kechkisining birisiga shunchalik kirishtirilib o'rinlashtirilganligiga bu ikkisi tuyuqsiz tang nisbatan ayrilib ketgan emas. Kunduz bo'lib, shu minut sekundlam shaqqadek unda ish yo'q. Yoki kecha ketayotganda shaq o'yning chirig'ini yandog'andaklam pastida alam yurib ketadigan unda ishmi yo'q. Allohning qudrati bilan kechini kunduzga kirgizadi, kunduzni kechiga kirgizadi. Kecha bo'lishning oldida bizni ideya jihatdan tayyorlik qilg'izadi. O'zgarish bo'ladi kunduzning ifodalarida. Tong
gündüz oluşdan ilgili tang süzülüş, tang etiş degandek bir ifadeler bilen bizde azraq bir tayyorlik qilg'izdi bizni. Demek bu hayatning tartibi bu şekilde acayip, güzel şekilde o'rinlashtirilgan. Güzel şekilde o'rinlashtirilgan. Endi biz buningdan bir Allah'ın kudretini ko'rgandan boshqa o'zimizning hayotiga nisbatan balki bir ibrat savaqlarni ola olishimiz mumkin. Har qanday narsaningki mana şekilde o'rinlashtirilish dünya qonuni ekanligini tushunib ola olishimiz mumkin. Bir davlat yoki bir millatning umumiy ahvoli yoki bir madaniyat qurilgan vaqt olsun yoki yiqilgan vaqt olsun mana mushu shaklda bo'ladi. Uning vujudida ya güllenishga qarab mangdigan bir energiya bo'ladi. Biz tuymaymiz necha 10 yilda bir davlat taraqqiy qiladi, bir millat güllenib taraqqiy qiladi, bir madaniyat taraqqiy qiladi. Yoki uning vujudida vayron bo'lish, halokatga yuzlanishga ep mengayotgan bir kuch energiya bo'lishi mumkin. Vujudiga singan, shu bir millatning bir davlatning bütün taraflargacha vujudigacha xuddi kichik bolaning bayat misolgan kichik bolaning o'sib yetilish har bir barmoq, tirnoq, charch bütün beden a'zolariga tang taqab har sekund minutga chechilgandek bir millatning yoki bir davlatningki bir madaniyatningki vayron bo'lishimi har a'zolariga tang taqsim qilingan va har vaqtga tang chechilgan vaqtning o'tishidan biz tuymay buyuk bir imperatorlikningki yiqilishini yoki tuymay uni qanday bir millat bir imperatorlikning bir davlatning bir madaniyatning gullanishini ko'rgandek bir ahvol. Ya'ni bu yerda bizga shuni demoqchiki, masala butun taraflarga taqtilgan. Bizning oladigan ibrat savoqimiz bayatdanqi qonuniyat prinsipidir. Bir millatni, bir to'plamni, bir jamiyatni, bir madaniyatni taraqqiy qildirish uchun ma'lum bir qism yoki ma'lum bir gruppa, ma'lum bir tabaqa yoki ma'lum vaqt yoki ma'lum bir o'ringa xos emas, balki har taraflarga vazifaning teng tushganligi. Bu nuqtani biz ola olishimiz mumkin yuqorqi prinsipdan. Alloh subhanahu va taolo o'zining qudratining buyukligiga, o'zining yaratish inchiklik, nozukligining buyukligiga kecha kunduz misolni oladi. Oyatda o'qidik-ku, tulijul layla fil nahar va tulijun nahara fil layl. Keydillah yana bir buyuk misoldan birini keldi. O o'simi tukhrijul hayya minal mayyit va tukhrijul mayyita minal hayy. Bunun texmi meselesi ifadelaydigan mazmuni texmi yaraqin bo'lishi mumkin. Yani Allohninki mutlaq qudratini bir ifodasi bo'lishi mumkin. Dunyoda bir qonuniyat va sabab qonuniyat. Har qanday ish sabab bilan bo'ladi Allohning o'rinlashtirilishi bilan. Ammo Alloh o'zining qudratining sababining ustun ekanligini biz sababga Alloh o'rnatgan qonuniyat deb turib esilgan holatimizda Allohning qudratini unutmasligimiz, uning ustunda Allohning varligini unutmasligimiz, hamma narsani sababga bog'lab, ba'zi ahvollarda tushkunlashish, ba'zi ahvollarda mag'rurlanish ahvoli kelib chiqib, bizning hayot nizomimiz buzulmasin deganni bizga bildirishi mumkin bu oyat. Bu yerda biz mana bir nuqtani ko'rib olamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining ba'zi bandalariga shunday bir iqtidor, shunday bir qobiliyat, shunday bir bilimni berganki, Allohning koinotdagi ba'zi sirlarini, ba'zi qonuniyatlarini bizga aytib beradi. Ya'ni ilm, fan masalan bugungi kunda bizga shuni ifodalab beradi, hayotda, dunyoda har narsaning o'ziga xos bir hayoti bor. Bir daraxtningki o'ziga xos jini bor, bir hayot harakati bor, o'sib yetilishi bor. Hatto bir daraxtning yopirmoqiningmi o'ziga xos bir hayot harakati bor. Zarrachalarningki o'ziga xos bir hayot harakati bor. Tabiiyki bu hayotdagi shaylarning hayot yoki mamat o'lim jonsiz yani hayot yoki o'lik ekanligini qarta ko'radigan ko'z o'xshamaydi. Avomning ko'zi boshqa, bu sohadagi kasbiy kishilarningki ko'zi buni boshqacha ko'rdamdi. Avam kishilar ba'zi narsalarningki jini bor deb qaramaydi. Yoki uni boshqacha bir shaklda ta'bir qiladi. Masalan bir spermatogen bog'liqini, bir urug'chi bir danda, bir bug'doy qo'noqning dini deylar, qanday bir o'simlik ziroatning dini deylar. Buningda hayotlikning muallaqini avomlar
bilmeydi yoki başka şekilde düşünürdü. Ama bu sahadaki kasbiy kişiler şunun da özgü has bir hayatlıkla varlığını, şu hayatlıkının üst yetilişki mas muhitqa koyalığını da derru onun üst yetilip bir yeni bir yeni hayatlıkla ortaya çıktığı bunu kasbiy kişiler bilaleydi. Avam bir danınki eğer küzütilse, közülen kögülü buluduğun bir hayatının bağlılığını bilmeydi. Biz qarsak sırtın okuulamaydigan bir üst bitilişinki içige yuruşunu bilmeydi. Avam tirik narsa bilen tirilaleydigan narsaning o'ttirini balkim ba'zi nuqtadan farq etmaslik mumkin. Biz avam bo'lib, hatta bizmi shu. Masalan bir xomining uruqi desak, biz xomini yap bo'lgandan keyin bir uruq bital axlat sifatida tashlab o'tamiz endi buni. Chunki bu hech nimaga az emas. Bir jonsiz bir quruq narsa. Ammo buni inson shu o'ziga xos muhitda qo'yganida an buningdagi hayotlik o'z namoyanda qiladi. Bir xorma darxi o'rtaga chiqadi ayada. Mana bir ahvol. Demak bir xormaning uruqchisi tirilalaydi ekan. Tuproqqa qarasak, biz tuproqni jonsiz narsa deymiz endi. Ama muşu cansız nesi bu deb qaraladigan muş tuproqning zarrachilarning mu o'ziga xos bir nimasi bor, harakati bor. Uning hayotini saqlab qoladigan, agar shuningga munosib bir narsa qo'yilsa, shuni o'sib yetildirib oladigan bir harakati bor. Va har narsa shunda. Har narsa bir energiyaga ega, bir hayotlikka ega. Ammo buningga nisbatan avomning qarashi boshqa ve muş sahadaki kesbi xas kişilerinki qarashi boshqa. Endi biz Qur'oni Karimninki hozirgi oyatiga kelsak, tukhrijul hayya minal mayyit ve tukhrijul mayyita minal hayy. Muş oyatga kelganimizda, ya'ni o'likni tirikdan chiqaradi, tirikni o'likdan chiqaradi degan vaqtimizda biz bu oyatni har narsaga qarata avam bilan xas kesbi kishilarning qarashi o'xshamaydi dedik ya. Ama ayet gelgen vaktimizde muş ayetni avam mı, has mı, özündeki şu qaraş ölemini düşünüp bir misal alalaydıgan şekilde ifadelengen ayetler ifadesi. Yani Kur'an'ı her adam düşüneleydi de davamlı ta'kidlab ko'ryapmiz. Biz Kur'an'ı asan kıldık degan ayetlerini okup duryapmiz. Yani men bu ayetning bir necha misollar avam bilan hasniki şu narsalarga qarata qarash düşünüşünü ma'lum şekilde ortaga koydum. Ama ayet kelgan vaqtda avam ve xas o'zi ko'rish doirasida turib ayet normal tushuniladi. Masalan bir odamga Allah tirikni o'likdan chiqaradi, o'likni tirikdan chiqaradi deyilsa, darrov deyishi mumkin avomdan birisi. To'g'ri? Allah tirik bo'lgan to'xining ichidan tuxumni chiqaradi. Ya'ni o'lik tuxum Ülük olan tohumның içinden tirikni çıkarıdı deyişi mümkün. Yani bu alaka özünün düşüncesideki ülük tirik meselesi de. Ama has kişiler tohumның mı aslında tirik? Tohumның içindeki şu narsalarning vücudu da bir hareket, özüge has bir hareket varlığını kesbi adamlar biladi. Bayatın misal algan hormonun uruqunu şu. Hormonun uruqu cansız narsa. Bunu tikkinimizde canlı qo'ygan nima o'sib chiqadi, hormon o'sib chiqadi. Bu avomning oladigan ta'bir oyatga qarada. Xos kishilar hormonning shu urug'ini o'ziga xos bir hayotining bog'lig'ini ana qila oladi. Uni tushunib, oyatni har odamningki tushunib bitishi o'xshamaydi, lekin o'xshamagan bir tushuncha bilan turib, mushu oyatni ifodalanmoqchi bo'lgan nuqtaga yana qana qila oladi, yetib bora oladi. Gap biroz uzrab ketdi. Ama ben yani inçki bir noktayı ifadelemekçi bu yerde. Yani biz bayatın ülükü misal algan neslerini avam ülük deydi, has kişiler onun özgü has hayatının bağlılığını kanaka ifade. Yani ayet şunu demekçi ki ülükten tirikni çıkıyor, tirikni ülük. Yani ülük değilgen nesle, ayet tilgınıdığın ülük değilgen nesle ama özgü has bir hayatının bağlılığını ayetimiz kana alalayımız. Doğru, karmakka ülük. Qarmoqqa jonsiz, avomning kuzli jonsiz, ammo o'zining xos bir nimasi bor, o'zguchilik hayot harakati bor. Endi hayot harakati
yo'q narsalarni Qur'on qanday ifodalaydi? Buni sal turib qanaqa qilamiz ifodalaymiz. Ya'ni mayatdagi o'lik degan narsalarning avomning ko'zida o'lik, qarmoqqa o'lik, ammo o'ziga xos bir hayotlik bog'liqmi. Shunga bu hayotlik bu o'likning ichidan chiqadiganligi. Buni ifodalayotdi oyatda. Buni shu har narsaning biz misol olgan narsaning shu sohasida kishilar buni tushunib yetalaydi o'z oldiga. Endi misol Qur'oni Karim bizga zarrachilarda harakat, hayotlik ve bir xil energiya bor deb demidi. Lekin Qur'on zarrachi olsun ve başka narsalar olsun ilahi bayon bilan mush narsalarning umumiy aholatidan bizga ma'lum misollarni ilib so'zlagan ahvollar bor. Chunki men bayatni degandek urug'ning hayotligi, o'liklik masalasi qanday bo'lsa, buningda bir alohida ixtilof yoki yo'ldagi o'xshamaslik kelib chiqmaydi. Qur'on tushgan vaqtda, shu vaqtdagi insonlar zarrachining hayoti bor yoki hayoti yo'q, tuproqning hayoti va hayoti yo'q, xormining urug'ining hayoti va hayoti yo'q deyish bilan bular ifodalamoqchi bo'lgan Qur'onning asosiy maqsadi hech o'zgarish bo'lib qolmaydi. Yo'q deb mushgap o'tirib chiqsimi bir narsa kamlab ketmaydi, ba deyilsimi kamlab ketmaydi. Ammo bu yerdagi masala nima? Qur'on o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan ifodaning asosiy maqsadi nima? Ma nuqta intahin muhim. Men bayatdan demoqchi bo'lgan, ya'ni o'lik deb, ya'ni meyyit deb tilg'ilingan biz bayatdan avomning ko'zi bilan jonsiz deb qariladigan masalan xormining urug'isi deymiz yoki u yoki bu degandek narsalarda o'lik bo'lsa-mu bunun uchun hayotlikni chiqadi degan yerdan bularning ichida bir hayotlikning baliqini tilga oldi. Chiqyapti, mush o'qim chiqyapti. Ya'ni tam anda biz tushunganda butunlay hayotlik yo'q, o'lik emas. Qarmoqqa o'lik, ammo buning ichida hayotlik bor. Shunga Alloh buning uchun hayotlikni qanday qiladi, chiqaradi. Ana tam yo'qolgan, tam o'lik narsalarni bizning tushunchamizdagi butunlay ikkinchi qatim asliga kelmaydigan ma shakldagi o'lik, ma shakldagi jonsizlikni Qur'on qanday ifodalaydi desanglar, buni Qur'oni Karim halak iborasi bilan qo'llangan. Halak iborasi bilan. Ya'ni maut iborasi bilan emas. Masalan sura Al-Fal'ning 42-oyatida li yahlika man halaka an bayna va yahya man hayya an bayna. Mishada o'lik va tiriklik ifodasini, tiriklikni hay iborasi bilan ifodalasa, ma'yatdagi hayga o'xshash, ammo tam buning tam qarshisini, tirikning tam qarshisini hilak ifodasida ifodalandi. Qur'on mahil shaklda ma'no qo'llangan, ammo o'limni bu yerda qanaqa qilmaganini keltirmaydi. Nimishqa? Alloh subhanahu va taolo bandlarini obdan biladi. Bandlarining o'lim masalada ixtilof qilganligini biladi. Ba'zilar o'lik degan faqat harakat, his, o'sish yo'q degan uni bil. Ammo mushu o'likninki dunyoda biz o'lik deb, ya'ni jonsiz deb qaragan narsalarninki o'ziga xos hayoti bor. Masalan zarrachining hayoti va o'sib yetilishi va o'ziga xos deymiz. Urug'ninki o'ziga xos hayoti, hatto bir tuproqning donchilarining o'ziga xos hayoti bor deymiz. Bu nuqtada u meyyit yoki o'lik jonsiz deb qaralgan narsalar aslida ichida hayotlik borligi. Tam hayotlik yo'q. Hayotlikning tam qarshi ma'nosi bo'lganninki Qur'oni Karimda halaka, hilak, ma Uyg'ur tilida halokat deymiz. Shu ifodalar qo'llanganligini bu yerda o'tirib qo'yadi. Ya'ni sura Qasasning 88-oyatida bunda bir oyat bor. Kulli shay'in halikun. Her narsa tugaydi. Her narsa yo'qoladi illa vajha Allohdan boshqa. Buni mayadan tam biz bayatni degan hayotlikning qarshisidagi bütün hamma narsaning to'xtaydiganligini qanday qilyotdi? Ifodalayotdi. Mushu oyatni ham bizga nima deyotdi? Hamma narsaninki aslida hayoti borligini ifodalayotdi. Kulli shay'in halikun illa vajhaninki oyat Allohdan boshqa narsa tugaydi, butunlay yo'qoladi dedi-ya. Aslida biz hayotda Cenuva, ceni yok, cansız, canlıq deb qarayotgan her narsaningki o'zguchlik hayotining borligini mush oyatdan bizga ishorat imo qiladi. Ya'ni bu yerdagi xulos nima desanglar, haqiqiy hayot amaliyotda har narsada bor. O'ziga munosib shaklda bor. Balkim biz buni ba'zida
bilalishimiz mumkin, ba'zi bilmasligimiz mumkin. Şoňa onunğa mao canlıq, cansız degan ifadelerni qo'llanishimiz mumkin, ama Qur'on ma şekilde ifadelaydi. Hem demek ayetdeki tirikni ülükten çıkırsa, ülükni tirikten çıksa deganni biz avam çöňsülen, avam küzülen qarap, eger biz avamga täwäden bolsak şu taraflarda mana çönsekmi buludu yoki kesbini ölümalarning küzülen çönsekmi ortak noktaga yana qanaqalymız barmız. Yani bu bir iniq meseleге aylanyş wagtda, yani xuddi kündüzning kechiga kirishi, kechininki nimaga kirishi, kunduzga qana qilishi kirishi. Aslida oyatda qo'llanilgan tulijul layla fin nahar ve tulijun nahara fil layl degandagi bir pil va tuliju pil. Arab tilida valaja, yani valija, yaliju degan pil bir narsaning ichiga kirishib ketganini ifodalaydi. Kirishib ketish, masalan, buni aloqa taxmin tushunish kelsak, men bir odam bilan aralashib, yaqin o'tib, ichki ahvolining hammasini bilib ketsam, meni arab tilida bu odamning do'sti demakchi bo'lsa, valij deb ataydi. Yani mush odamning ichki ahvoliga butunlay kirib, uning hamma ahvol sirlarini biladigan odam deganni valij. Ana nuqtadan aloqa biz ifodalamoqchi bo'lgan. Endi şoňlaşqa anda kirishish degan ma'no, birisi qımında ishki vujudiga kirish degan ma'no olgachqa, ma oyatdagi kechini kunduzga kirgizdi, kunduzni kechiga kirgizdi degan yerga yulijo pilisi qo'llanilgan. Bu mush arab tilining mush ifodalash nuqtasidan ash kechining kunduzga o'zaro birisiga qanaq ketganligini aralashib anda shaqqida kecha, shaqqida kunduz buni fasil farqli shaklda emas ekanligini bizga ifodalaydi. Undan keyin hayot mamatlik masalasimi shu hay, tirik, meyyit, o'lik degan am va xos tushuniladigan bir shaklda qana qildi ifodalandi. Demak, ikki xil ifodada kecha va kunduzning bizga ifodalangan ifodasi hayotlik, mamatlik, o'lim va jonliq va tirik degan ma ifodalarni shu avomni tushuniladigan, avom ko'zlan qarasa va xos kishilarni xos ko'zlan qarasa tushuniladigan bir shaklda Allohning qudratini bizga ifodalab qana qiladi, ifodalanadi. Endi ayet asli ilgirki ayetning oxirisi qarindoshlar. Biz azroq beshimizga qaytsak, Qulillahumma malikal mulki deb boshlangan bu oyat, ey Allah, o'zri bütün mulkning egisi, Allohning qudratini ifodalaydigan mazmun. Tu'til mulka, mulkni xalqan odamga birla va xalqan odamdan olala. Va tu'izzu man tasha, xalqan odamni aziz qilala. Ve tuzillu men teşe, xalqan adamni xar qilala. Bununla nispeten şu ifade bizning hayotimiz çok özgürlük paydo qiladigan bir ifade bu. Her narsaga umidlik qaraydigan bir ifade bu. Mao nuqtaliq masala mao asli. Biz dunyodagi sabab ahvoliga, qonuniyat nuqtasiga qarab turib nurg'un narsani o'tamiz. İzilgan ba'zi soni oz millatlar yoki manda kishilar bu düşmanlarının kuchlikligi, sonining ko'pligi, iqtisodiy siyosiy jihatda yuqori o'rinligiga qarab hayotini umid uzdi. Bu yer shuni demakchiki, unda emas. Allah sen şu yiroq sanagan ishlarning hammasining egisi Allah. Mulklarning egisi Allah. Qarabdi, Allah o mulkni undan qo'ldan tortib oladi, sana beradi. Sen bugün xarogan bolsan, ayet seni aziz qiladi. Ular bugün o'zini aziz deb qargan bolsa, ayeti xaroladi ular. Acaba mushu ishni yiroq sanamizsan? Bu tasmi Allohga qarab baqan navoz. Etrafingga qarab baqa. Allah nimalarni qilmadi? Kunduz bilan kechining ahvoliga qarab baq. Biz yuqorida tafsilotni so'zladik buningki. Hayot ve cansız yana ülük narsalarga qarab baq. Qanday bo'lib sen ülük deb qaragan narsalarning uchun hayotlik chiqadi? Sen hayot deb qaragan narsalarning uchun ülük narsalar chiqadi. Qanday tiriladi? Buningga qarab baq. Bu nuqtani eskartyapti Allah. Bu nuqtadan tushyapti oyatning asosli maqsadi bu, qarindoshlar. Ashu qudratlarni ko'rsatib, demak Allohning qudratiga nisbatan hamma narsa oson. Ondan keyin sen şununla işenki
Sen bugün xarlıqda, sen bugün zulüm astıda hergiz oylab qalmayki, meni kuchim yetmaydi. Bizning sanimiz az. Biz taqobil turolmaymiz. Allah shu qadar qudrat egasiki. Atrofingdagi sen ko'ralaydigan narsalarda buning Allohning qudratini farq etgan bo'lsang, sen shuningga ishonki, Allah bütün mulkning egasi. Oldun oladi, sana beradi. Onu xor qiladi, seni aziz qiladi. Bu masalani qarindoshlar, insonlar o'tirisidagi aloqa yoki insonlar o'tirisiga tushunadigan bir misollar bilan sizlarga texmi aniq izohlasak, valillahil masalul a'la. Kishi o'zining bolasida davol chiqib tegishlik bir ishni ko'rganida jiddiy shaklda doktorning qilishga turdi. O'g'lining ash bolasininki saqiyishiga ketarlik barliq ishlarni qiladi endi. Hatto operatsiya qilamiz, badanini yarimiz desami tamam deydi. Mishqa o'g'lining yaxshilik uchun. Bola bu davolashdan qiynalanishi mumkin bola. Ammo dada chidaydi. Mishqa o'g'lining yaxshilik uchun. Bu maxluq bilan maxluqning aloqasi qarindoshlar. Xoliq bizga o'zimizning ota-onasidan mehribon bo'lgan Xoliq bizni o'ngishmoqchi bo'lsa, bizga yaxshilik iroda qiladi. Mushu yaxshilikqa iroda qilishiga bizning yetib layoqatlik bir holat kelishimiz uchun balkim bir jarayonlarni bizning oldimizga qo'yishi mumkin. Biz bu jarayonlarda ma'lum shaklda qiyinchilik his qilishimiz mumkin. Xorliq his qilishimiz mumkin. Ammo har ishning mulki Allohning ilkidagi. Mulkni xoliq odamga beradi, xoliq odam tatib oladi, xoliq odamni aziz qiladi, xoliq odamni xor qiladi. Buning hammasi bizning yaxshiligimiz uchun. Oyatning oxirisida va biyadikal xayr. Hammasi yaxshilik. Bugun kundagi bizning tatiyotgan, chekiyotgan qarindoshlarimiz voyisrayotgan ahvollar bizga nisbatan yaxshi bo'lishi mumkin. Balkim tarixiy o'tkazib qo'ygan ig'ir xatoliklarimiz bor. Xatoliklarımızdan gunohiga yuyilishi mumkin. Qalbimizga o'nab ketgan tarixiy, millat xarakterlik bir pastlik va'do, bir nifaqlik va'do, o'z millatni qadrlamaslik va'do, dini tarafga qaytmaslik va'do, Alloh qo'ygan ishonchning tuvanligi va'do. Alloh subhanahu va taolo shu qiyinchilik orqali shularni tuzashni, bizni kelgusidagi dunyoning xo'jayinlari qilishni iroda qilgan bo'lishi mumkin. Mulkni bizga berishni iroda qilgan bo'lishi mumkin. Bizni shunga hozirlayotgan bo'lishi mumkin. Balkim bu kelgusidagi buyuk bir ig'ir vazifaning oldingi tayyorlik bosqichlari bo'lishi mumkin. Tulijul layla fil nahar va tulijul nahar fil layl va tukhrijul hayya minal mayt va tukhrijul mayta minal hayy va tarzuqu man tasha bighayri hisab. Mana bu hammasi Allohningki bizga yuqorqi oyatda demakchi bo'lgan, bildirmoqchi bo'lgan maqsadi masalaninki dalili sifatida o'tirg'i qo'yilyapti qarindosh. Oyat tam tugimida, oxirgi tugimida. Oyat faqat ikki misol oldik. Birisi kecha kunduz misoli, yana birisi o'lik jonliq, tirik va o'lik masalasi. Balkim biz bu nuqtalarga diqqat qilmasligimiz mumkin. Parvo qilmasligimiz mumkin. Kecha kunduz misoli bizning diqqatimizni tortmasligi mumkin. Ammo uchinchi misolda birini keltirish orqali har odam buni ko'ngil biladigan, diqqatni tortadigan bir nuqtani o'tirib qo'yibdi. Chunki har birimiz o'zimiz xolamayli bu nuqtaga bog'liq, bu nuqtaga bog'langan ya'ni rizq nuqtasi. Hayotda normal yashash uchun hayotda biz bir imkoniyatni ilyapmiz sirtdan. O'zimizdan sog' salomat menish uchunmi bir energiya kerak bizga, buni biz sirtdan ilyapmiz. Yashash lozimatliklarimi bizga sirtdan berilyapti. Qanday shaklda berilsa, buni biz rizq deb ataymiz. Oyatda shu nuqtani bizga aslatib va tarzuqu man tasha bighayri hisab. Hisobsiz rizq beradi. Yani oyatdagi hisob degan so'z nima desa, birishing nima, elishing nima hisoblansa hisob bo'ladi. Ma sening qaysi, sen nimani bilsa, nimani olsa, bu hisob. Savdo qilib baqqasa biladi, hammalar savdo qilamiz-ku. Bir narsa birimiz, bir narsa olamiz, manch pul berdim, manch pul bir narsa olaman, bu hisob.
Sizning qanchalik narsang bo'lyapti, elishing bo'lyapti, qanchalik birishing bo'lyapti, bu hisob. Bu yerdagi hisobsiz deganga qarag'an vaqtda bir hisob oluvchi va Alloh va hisob beruvchi va bizning qilishga tegishli majburiyatlarimiz va ko'rsatishlik sabablar va dunyoda. Alloh shu sababga qarab turib berdi bu hisob. Bir odam ishlasa erishalaydi bu hisob. Tirishchilik ko'rsatsa natijaga erishdi bu hisob. Bu dunyoning qonuniyati. Endi bu yerda da'vodirki Allah dünyani aşağı yarattı. İnsanlarını hesabını şu şekilde kıldı. Planını şu şekilde kıldı. Kelgüsü şu şekilde karaydı. Şunun aşkı nurgun dersinin ümitsizliğini bazı üzünü öldürüp aldı. Bazı üzünün davasını vazgeçirdi. Bazı üzünün yolunu vazgeçirdi. Çünkü hesap kıldı kalırsa dünyanın kanunu şu oğaçka. Ama bir noktanın onda değil ki Allah bazı da aşağı kanuniyetinin sırtını verdi. Aşta hesapның sırtıdımı birdi. İnsan planlagandın sırt mı birdi? Dehqan yerga urug' soladi. Bir zavod mahsulot ishlashga kirishidi. Bir davlat yoki shaxs yoki shirkatlar bir tijoratni boshlaydi. Hisob bilan qiladi hammasi. Qonuniyat bo'yicha qilgan hisobiga natija elishi mumkin har biri. Va ba'zida o'ylagandan ortiq, hisobdan ortiq bir natijaga erishish mumkin. Hisobdan az hech nimaga erishmaslik mumkin. Bularning hammasi hisob. Ammo shu qilgan hisobdan ortiqi vaga kelmi, bu hisobsizlik. Dunyoda ba'zi davlatlarda hech nima yo'q. Hech nima unmaydi, yezigilik degan narsa yo'q. Atrofda dengiz degan narsa yo'q, ammo aslida nima chiqyapti? Masalan, bu hisobsiz belgini. Ba'zi damlar shunchalik qobiliyatlik, hech nimaga erishmagan. Bu hisobning sirtikisi. Ya'ni Alloh bu yerda demakchiki, dunyo qonuniyatlik dunyo, hisoblik dunyo, sababga o'rnatilgan har ish Alloh ashta o'rinlashtirgan, ammo buning sirtidimi bir kuch bor. Alloh sababni, qonuniyatni yaratgan va shu sabab qonuniyatni ishlaydigan qilganni Alloh, kuchga yiqildigani Alloh insonni ishlash uchun, o'rinlashmaslik uchun, tirishish uchun sabab qonuniyatni o'rnatib qo'ygan bo'lsa, ba'zida sabab qonuniyatni sirtidini biladi Alloh subhanahu. Mana bu nuqtani bizga Alloh da'vat etdi. Sen hamma narsaga hisob qilma. Hisobning ustida mening bir hisobim bor deydi. Hisobning ustida mening bir hisobotim bor. Tarzuqu man tasha bi g'ayri hisob. Alloh mutlaq qudratli. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala'nın üstünde hiç kuch yo'qki, nimish bunday qilding? Nimishqa qoida bo'yicha bermading? Hisob bo'yicha bermading? Qonuniyatga bo'ysunmading deb so'raydigan hech kim yo'q. Boshqa qaytayli, Malikal mulk, bütün mulkning egasi Alloh. Xoliqanga beradi, xoliqandan oladi. Va xoliqanga hisobsiz rizq beradi. Ya-da bizga shuni demakchi qarindoshlar. Oyatning eng oxirgi umumiy xulosa, ilgirki darsdagi, uning oldingi darslardagi bugungi darsda xulosalandi asosan. Demakchi, nima demakchi? Sen da'voringda tab tuzma, adashma. Seni yo'lda mangish jarayonidagi har xil fikrlar ozdurmusun. Do'stni do'st bil, dushmanni dushman bil. Başka taraflardan arzu qilma. Mutlaq qudrat egisi men. Sen insonlik sifating bilan hamma narsani undan hisoblama. Men hisobning sirtini qana qila olayman, bir alayman. Shu qarindoshlarga Al-Imron surasining 118-oyatining mush munosabat bilan so'qig'im keldi. Bu ayet Allah subhanahu wa ta'ala deydi: "Ya eyyuhellezina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anittum qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun." Ayetni izohlab tushuntirishning oldida bir kichkina misol olaylik. Bir oilada qarindoshlar bor. Dadı var, anı var. Aile əzaları şu aileye teve, aile mensubu. Ailede bazı köngülsüzlükler boldu.
qarindoshlar o'rtasida ba'zi sürgülüşler bo'ldi. Qarindoshlardan qarindoshlarga ancha-muncha azor bo'ldi yoki parvosizlik bo'ldi. Bu tufaylidan oila a'zolarining o'zining oilasini tashlab qo'yib, yana bir oilaga sig'inishi, boshqalarga, ya'ni o'zining shu oilaning dushmanlariga mansubiyatini o'zining ifodalashi eng qabih ish hisoblansa insonlar o'rtasidagi munosabatda Allah bizga bu oyatda nimdan aytadi? Ey mu'minlar, sizlarning oilanglarning bu iymon oilasidan sir sizlarga tava olmagan boshqa kishilardan do'stman. Hech qachon tashqan bo'lmanglar. Ularga o'zinglarni atmanglar. O'zinglarni ularga mansubiyatinglarni esingizda bo'lsin deb oyatda eskartib. Bular sizlarga ziyon solishni to'xtab qoldi. Bugun ishchimizdagi o'zimizning qarindoshlari biz tavog'an oiladikilar bizga nisbatan balkim o'ng ko'zda qarayotmayganda, aramizda ba'zi ishlar yuz berganda, beshimizni silamayotganda, bizga bir ishlik yordamlarni bermayotganda, ammo mushu fursat bo'lib bizga tish chiqarayotgan, ya'ni yijaygan shaklda do'stlik izhor qilayotganlar bular dushmanlar. Dushman ijoyg'ini san kuyingin emas. Bizga ziyon solishda aslo to'xtab qolmaydi. Tarixiy tajriba saboqlardan buni elishimiz kerak. Hamon qarindosh. Hamon o'z kichikgina qiyinchilik, kichikgina bir to'solg'u, kichikgina bir imtihon, sinov kelib o'g'icha o'zimizdan voz kechib, boshqalar tarafga menish insonning mijoziga bir nifoqlik qiladi. Vaddu ma'anittum. Sizning jafo chekishingni ular yaxshi ko'radi. Shuna kishi shuni bilish kerakki, do'stdan, o'zdan sen mansub bo'lgan talab guruhidan har qancha xafalik kelsin, qo'shimcha. Sana cho'ng zarar sanmaydi. Ammo avla dushmanlar sana kichikgina iqtisodiy manfaat, kichikgina moddiy imkoniyat, kichikgina bir nupuz ko'rsatish mumkin. Shaxsiy olarak. Buni oldandingmi? Aldam xaltaga tushib ketdi. Chunki Alloh bu yerda aniq ko'rsatdiki, qad badatil bag'do min afwahi. Ularning ig'zini ko'rinib turdi dushmanligi, o'chmanligi. Va ma tukhfi sudurum akbar. Ig'zini ana chiqqan qaragan vaqtda qalbidagi texmi cho'ng. Agar aqling bo'lib qolsa, biz sizlarga butun oyatlarni tafsili, butun dalil paketlarni tafsili bayon qilib berdik. Alloh subhanahu va taolo bizni o'zimiz tavog'an bu iymon oilasidan, bu yo'ldan boshqaga mansub bo'lmasligimizni aniq o'tirib qo'yadi bu oyatda. Gerçi biz inson bo'lish sifatimiz bilan dunyo qonuniy nuqtasidan bir hisoblarni qilishimiz mumkin. Ama mu'min bo'lish sifatimiz bilan Allohimiz va degan nuqtadan Allohning bir hisoboti borligini unutmasligimiz kerak va bu hisobning ustunda mutlaq kuch qudrat Allohning borligini, nurg'un ishlarningki hisob bilan bo'lmaydiganligini, hisobdan sirtmo nurg'un ishlarni bo'ldiganligini buni esimizdan chiqarmaslik kerak. Qudratlik zamonining eng qudratli kuchi Fir'avnninki qulda hech nimasi yo'q, ojiz insonlar oldida tuqslam dengizga kirib yo'qolib ash kishilarningki, har kishilarningki taxtga yoki mulk ega bo'lganligini unutmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining muhabbatini bizning qalbimizdan chiqarmasin. O'zining mansubiyatini, ya'ni o'zga bo'lgan bizning mansubiyatimizni har doim bizdan yo'qotmasin. Bu yo'ldan adashqili nisb qilmasin. Bizni bu yo'lga biz yetaklanib boshlanib bo'lgandan keyin Alloh bizni bu yo'lga hidoyat qilgandan keyin bu yo'ldan azdamasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bugungi darsimiz mushada oxirlashadi. Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.